Assalomu alaykum aziz vatandoshlar. Mana navbatdagi ishimizni Xudo xolasa Andijon viloyati Sharxon tumanida Nayman degan qishlog'ida shunaqa ko'rinishda tunuka ishlarimizni qilib beryapmiz. Xudo xolasa bugun 10 dekabr kuni 2025-yil 12-oyda Xudo xolasa shunaqa ko'rinishda chiroyli ishlarimizni qilib beryapmiz. Kimga foydali bo'lsa bir dona like tugmachalarini bosib tunuka qildiraman deb so'rab yurganlarga shu video jo'natib qo'yamiz. Xudo xolasa mana ichki shapkalarimizni ham Xudo xolasa qo'ldan kelgancha go'zal holda qilib tarnovlarni ham qo'yib berdik bu xonadonni. Bu xonadonda bir 2-3 kun oldin azoni joylagan edik obunachilar, hali bitmagan holatini. Xudo xolasa mana o'sha bitgan holati bu. Tarnovimizni 1 metrini 60 ming so'mdan qo'yib beryapmiz. Xudo xolasa mana oqqa mokriy rangidan foydalanganmiz. Tarnovni esa karnizlarimizni, lentalarimizni mokriy rangidan foydalanib shunaqa ko'rinishda ishlarimizni qilib beryapmiz. Xizmatlarimiz vodiy bo'ylab, sizlar vodiydanki bo'lsanglarki, ekranda nomerimizni qoldirib ketamiz. Xudo xolasa sizlar bemalol murojaat qilib buyurtma bersanglar, navbatdagi xonadon sizlarda xonadoninglar bo'lishi mumkin. Xudo xolasa sizlar xohlagan fasoniylarda ishinglarni chiroyli qilib yakunlab beramiz.